Jo'rabek aka, bir video ko'rib qoldim. Dubayga o'zbekistonliklarni kirgizmayotgani haqida. Shu videoga qanaqa qaraysiz? U ko'rgan videoyingiz to'g'ri, haqiqatda shunaqa bo'lgan. O'zbekistonliklarni Birlashgan Arab Amirliklariga kirishga ruxsat bermasdan orqaga qaytarib yuborgan holat bo'ldi. Ajablanarli emas. Sababi Dubayga 200 kishi uchib boradigan bo'lsa, shularning ichida taxminan 20-30 kishida qaytish bileti, mehmonxona broni yoki oldin vizasi bilan nimadir muammolar bo'lgan bo'lishi mumkin. Bunaqa holatlarda o'sha davlat mana shu hujjatlarni, ba'ziviy hujjatlarni taqdim qila olmaganligi uchun hattoki deport qilib yuborishga ham haqqi bor. Bu faqat o'zbekistonliklarga tegishli qoida emas. Dubayga boradigan xohlagan millat, xohlagan davlat fuqarolari uchun bu qoida ishlaydi. Mana hamma sayohatchilarga tavsiyam shuki, qaysi davlatga borishingizdan qat'iy nazar, agar sayohat maqsadida boradigan bo'lsangiz, o'sha davlatni qonun qoidalarini o'rganing.